Assalomu alaykum qishloqdoshlar. Mana ke Shoydil domlaning ixtirosi. Mana shu berkitib, mana shu suvdan shilamdan borib shunday kelib, mana bu bochkaga kelib tushyapti. Bochkamizdan tushib, mana ke vakuum bilan bo'layapti. Mana bu qanday chiqyapti. Mana keyin bu yoqdan mana yuzlik bilan kelgandan keyin mana bunga tushib, mana bundayga mana bunday elliklik bilan mana qaytib qolib ketib boryapti. Mana tirbamiz, elliklik tirbamiz. Vakuum orqali chiqyapti. Mana shunday chiqib kelgan. Mana shunday o'zi samoxat suv chiqib kelyapti. Mana shuni vakuum bilan mana ki suv tushyapti. Hali buni buzib olmaysiz. Yo'q. Bo'lmasa Bahodir mana qaratib qartib qo'ymasin. Bahodir buni yoqda bedani so'layman. Bir soatlik suvda Yerdan suvlasang bo'lar, farqi yo'q. 25 sekundda to'ldiryapti. O'tizlikchidan bo'lsa naporni chiqaradi. Endi hammada hozir qishlog'imizda shu ishlandi. Bir Nurizoxon maydon chordan. O'tizlikka bo'lsa otarkan. Domlaning ixtirosi mana ke. Domla ham turibdi. Shuni aytdi. Shuni ulayib, 20 o'tga kirdi.